Yomonimiz shu. Bola yil zot olamiz shundan xudo xolasa. Zoti qanaqa tog'a uni? Yapon. Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan. Şeylarda Qozoq, Qirg'iz, Tojikiston zo'r bo'ldi-da bu. Hikmatda sotilib, oxiri menga keldi. Qaytib keldi, Hikmatda sotilib. Qanchaga sotiladi tog'a u? Bir marta 1,5 ming dollarga, bir marta 5 mingga sotilgan. Oxiri 7 mingga. 5 mingga sotilib o'zlar tiriltirib oldi-da. zotga yana qaytarib ketdilar. Polvon ekan. 5 kilo bora tog'a? 5 kilo 700. 5 kilo 700. Ana 5 mingga sotib yana zotga qaytarib olibdilar. Yapon. O'lgan yerda tiriltirib oldim-da. Mana. Oyoqlar qodoq. Mana yapon Shamom akayan $800 olibdilar tog'a zotga mana 3 tulak. Buni bolalarini videolari bor kanalda. Men ulardan xorozga bardir qildim. U Muzaffar degan ukamiz olgan. 800. 800 ga hazzo. Bolalarning videosi bor kanalda.